Dildir opa to'xtang. Aksiyalik tovarlar kelibdi, yana e'lon qilaylik. Unda ketdik. Voy, narxini bilan menga ham tusharmi razmerlari? O'ynashda e'lonchilikda bergan qutaloqlaringizda juda ham chiroyli bo'lgan trikollarimizning avvalgi narxi 160 ming so'm bo'lib, endilikda 50% aksiya narxida 82.500 so'mdan xarid qiling. Xitoyda ishlab chiqarilgan juda ham chiroyli bo'lgan doykamizning avvalgi narxi 240 ming so'm bo'lib, endilikda 50% aksiya narxida 120 ming so'mdan xarid qiling. Xitoyda ishlab chiqarilgan doykamizning avvalgi narxi 185 ming so'm bo'lib, endilikda 50% aksiya narxida 92.500 so'mdan xarid qiling. Bolajonlaringiz juda ham chiroyli bo'lgan shimchalarimizni 32.500 so'mdan xarid qiling. 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolajonlaringizga 120 ming so'mdan sotilgan doykalarimiz endilikda 60 ming so'mdan. Dildir opa, qo'lingizdagilarni qayerga olib ketyapsiz? Bular narxini qarang. 50 ming so'mdan sotilgan pijamalarni endilikda Inxapisdan Artik 27 ming so'mdan xarid qiling. 109 ming so'mdan sotilgan asal doykalarimizni endilikda 59.500 so'mdan xarid qiling. Unutmang, bunaqa narx faqat Inxapisda bo'ladi. 158 ming so'mdan sotilgan juda ham issiqqina bo'lgan doykalarimizni endilikda 50% aksiya narxida 79 ming so'mdan xarid qiling. Bular ham aksiyadami? 109 ming so'mdan sotilgan juda ham issiqqina bo'lgan doykalarimizni endilikda 50% aksiya narxida 59.500 so'mdan xarid qiling. 3 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan farzandingiz uchun. Biz sizlarga aksiyalarni e'lon qildik. Aksiyalarimizdan unumli foydalanish faqat sizning qo'lingizda. Farzandingizni xursand qilish uchun Inxapisga tashrif buyuring. Biz sizlarning Inxapisda qolamiz.